Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Keyingi zakazlarimizni mana bitkazib olib kelib o'rnatib berdik kullaga. Egalariga mana topshirdik. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi. Tepasi ham bitta uровня qilib qo'yib berdik. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz bor, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish uстановкасы ichida. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Kvadratini 800 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik vodiy bo'ylab. Shu kvadrat 800 mingdan olib borib o'rnatib ustonovka hamyog'i ichida. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa kelishib bo'lsak olib borib o'rnatib ham beryapmiz. Mana Samarqand, Qarshi, ash tomonlarga, Voha taraflarga ham. Ularimiz mokri. Ko'rib turibsizlar, mana chiroyli, juda ham chiroyli chiqdi eshiklarimiz. Gilansi lash ochilgan, yiltillab turadi. Ichkarida, nariyo ichkarida portichkamiz bor, ichkarida ham eshiklar bor. Endi qorong'u bo'lgani uchun ichkarini olmayapman. Mana tashqaridagilar olib qo'ydim mana. Yoqqan bo'lsa bitta like podpiska bosib qo'yamiz, kanalimiz kengroq tarqalish uchun. Xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qo'yaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.